Mamkap rastla 48 soat ichida 98% rak hujayrasini o'ltiralamdi. Bugun biz bu haqda so'zlashib baqayli. Nəhayət burunla mamkap bir dori sifatida ishlatilib kelingan. Yaqında olimlar tadqiq qilish orqali shuni bayqagan. Qaramoqqa odatdagi o'simlikda qilgan bu dorining rakka nisbatan alohida davolash unumi bor. Uning yildizi immunitet kuchini oshiradi ekan. Hamda ma'za bezi raki va o'pka raki qatorliqlarga nisbatan alohida unum bor ekan. Kanada rakni davolash markazi doktorining aytishicha, mamkapdan elingan modda yana osti xarakterlik donchilik hujayra xarakterlik oq qon kesilini davolaydigan bo'lib, buni tibbiy jihatdagi mo'jiza deyishga bo'ladi ekan. Yaqinqi tadqiqotlardan isbotlanishicha, mamkapdan elingan suyuqlik 48 soat ichida rak kesilini cheklash rolini o'ynaydi ekan. Rak hujayrasi o'lgandan keyin sog'lom hujayra paydo bo'ladigan bo'lib, rak kesilidimi yaxshilanish bo'lishga boshlaydi ekan. Bu xil modda faqat oq qon kesiliga foydali bo'lib qolmasdan, yana sut bezi raki, ma'za bezi raki, jigar raki, o'pka raki qatorliqlarga nihoyat yaxshi davo bo'ladi ekan. Agar sizda hazm qilish masalasi bo'lib, tiningizda ko'p miqdorda zahar bo'lsa, mamkap cho'qim yordam beradi. Shundoq bo'lib qolmay, uning tarkibida yana vitamin va mineral moddalar bo'lib, ichki a'zolarni yaxshi holatda saqlaydi, hujayralarni qirishdan saqlaydi. Mamkap tarkibida yana mo'l bo'lgan vitamin C bo'lib, unumli holda suyduk yo'li yuqumlanishining oldini oladi. Suyduk sistemasidagi kasalliklarga giribdor bo'lganlar mamkapni choy qilib ichib bersa, kasallikni davolaydi. Oxirida ko'pchilikka tavsiya qiladiganimiz mamkapni quritib, choy o'rnida ichib, shundaqla uyda damlaydigan choyliqlarga qaytib ichib bersanglar, nurg'un kasalliklarning oldini oladi, ham rak kasalidan yiroq tura olamiz, ham sog'lom bo'la olamiz. 抖音